Ayni paytda mana bu kadrlar Indoneziya mediasida, internet sahifalarida juda ko'p aylanyapti. Timur Kapadze ayni paytda rasmiy tashrif bilan Indoneziyada bo'lib turibdi. Timur akaning o'zi o'sha rasmiylar bilan uchrashuvda men shunchaki taklifga ko'ra mehmon bo'lish uchun keldim deb aytgan, eshitishingiz mumkin. Hozir qatnashayotganligimda balkim kimlardir ko'rishib gaplashish ehtimolim bor. Hozir bundan so'zga qiyin. Chunki o'zi boshqa plan bilan keldik va federatsiya aksiyasiga kelmadik. Biz mehmonga chaqirgan uchun Indoneziyani ham shu xalqni ham yaqindan ko'rib keldik. Shunaqa keldik. Indoneziya milliy terma jamoasi yaqindagina Patrik Kluivertni o'z lavozimidan ozod etgan edi. Sababi Indoneziya 2026-yilgi AQShda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatiga yo'llanma masalasini hal qila olmadi. Va Indoneziya futbol federatsiyasi tomonidan tuzilgan short listda, ya'ni murabbiylar ro'yxatida juda ham katta nomlar bor do'stlar. Frank de Boer, niderlandiyalik juda ham mashhur bo'lgan sobiq futbolchi, ayni paytda murabbiy Shin Tae-yong, ya'ni koreyalik mutaxassis Timur Kapadze 3-chi bo'lib turibdi. Boyan Hodak, xorvatiyalik, Akira Nishino Yaponiyadan va Jesus Casas Ispaniyadan, oxirgisi esa Bernardo Tavares, portugaliyalik. Hozir chiqayotgan xabarlarga ko'ra, short listga kirgan mutaxassislar Indoneziyaga birma-bir taklif qilinyapti, balki ularga infratuzilma, infrastruktura, u yerdagi futbol uchun yaratilgan sharoitlar ko'rsatilayotgan bo'lishi mumkin, balki qaysidir ma'noda muzokaralarning qaysidir qismi ham u yerda o'tayotgan bo'lishi mumkin. Xabaringiz bor, o'tgan haftalarda Indoneziya futbol assotsiatsiyasi vakillari Toshkentga kelgan, Timur Kapadze bilan gaplashgan. Menimcha, agar Timur Kapadze mana shu taklifni qabul qiladigan bo'lsa ham ajoyib o'tadi. Chunki biz bilan yana kelajakda o'rtoqlik o'yinlari, balki bo'lib ham 2026-yilning mart oyida o'rtoqlik o'yinlarida ishtirok etish